Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bu reaktorlarimizdan tayyor bo'lgan bergumslarni olib, ilab, qoplab dehqon aka-ukalarimizga berdik. Bundan 4-5 kuncha oldin mana bu joyimizdagi bergumslarni yarim holatida bu tarafga chiqarib, yarmini joyida xuddi mana shu holatida qilib, ya'ni bergums tayyor bo'lgandan keyin joyida ilab olish imkoniyati bo'lmaydi, chunki juda baland bo'ladi. Xudo xohlasa bu joyimizdan 20 tonna atrofida bergums chiqadi. Kvadratni hisoblaydigan bo'lsak, bitta bir 50 kvadratdan ortiqroq. Ya'ni bu joyimizdan bergumslarni chiqargandan keyin mana go'nglarni solib, mana suv qo'yish jarayoni shu holatda bir qator yaxshilab to'ldirib olamiz. Bir martaga to'ldirib olgandan keyin 3-4 kun turadi. Suv namliklar tortib ketgandan keyin bir qator yaxshilab og'darib, o'rtasidan agatsimon qilib ochib, ikki tarafga cho'lchanglar tashlaymiz. Mana bu joyimizdagi bergums esa mana buni yarmini bu joyimizga chiqarib, klenkalar bilan yopganmiz. Ya'ni namligini spreyni qilib oladi. Bo'lgandan keyin traktorchamiz bor. Haydagandan keyin freza hisoblanadi. Maydalanib, titilib ketadi. Keyingi holatida ko'rib turibsiz, elagimiz bilan elaymiz. Elashlarni boshlaymiz. Mana bu joyimizga bugun obeddan keyin xudo xohlasa bir qator og'darib olamizda, o'rtaga chiqarib, klenka yopib, xuddi mana shu holatida qilib, uni ham elab boshlaymiz. Shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bu reaktorimiz ustidan o't chiqib ketgan, buni ziyoni yo'q. Yaxshilab baland bo'lgandan keyin buni avvalgi videolarni kuzatgan bo'lsangiz, bir qator yaxshilab og'darib, ustidan yangi go'ng berganmiz. Shu go'nglarning ichida mana shunday begona o'tlar bo'ladi. Mana bunisini esa yaqinda berdik. Berganimizga ham bir 3-4 kuncha bo'ldi. Mana go'ngini cho'lchangdan olib chiqib ulgurmagan shekilli. Hali ulgurmabdi chiqib. Sekin-sekinlikda yangi oziqalarga moslashib boradi. Shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bu bergumslarimiz bu joyimizga hozirgi go'ng tashlab suv to'ldirayotgan joyini bergumsi 15 tonna. Ya'ni 400 ta qopda bergums taxlangan. Keyingi jarayonida Surxondaryo viloyati Denot shahriga 3 kvadrat Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchanglariga zakaz olgandik. Ya'ni ikkitasi 1 kvadrat hisobidan 6 tasi 3 million so'mga cho'lchanglarni mana bu joyimizdan oldik. Endi bu joyimizga oziqa bermaymiz. Chunki endi bergumsga talab kundan kunga ortib boradi. Endi sezoni boshlandi. Shunga bu joyimizda ham bir qator og'darib, bergumslarni dehqon aka-ukalarimizga yetkazib berishlarni amalga oshiramiz. Cho'lchangni akamizga mana bu joyimizdan oldik. Cho'lchanglarimiz holati olingan joyidan bir qator ko'rsatyapmiz. Mana shunday zishlaydi. Zichlashtirish usulidan foydalangan holatda berdik. Mana shu bergan joyimizni ko'rsatyapmiz videoni uzmagan holatida. Ko'rinayotgan bo'lsa, yarim holatigacha berildi. Mana shu joydan 3 kvadrat Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchanglari oldik. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda mana shunday zich holatda Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchanglari sotuvi amalga oshirilmoqda. Kvadrati boya aytib o'tganimizdek, ikkita banan korobkasi 1 million so'mdan sizni 10 kvadrat joydagi
oziqaga yetadigan chuvalchang hisoblanadi. Chuvalchanglar holatini ko'rdingiz. Bu joyimizda ham bir 20 tonnaga yaqin bordi, oz qoldi. Mana bu joyimizda ham bor, buyagimiz ichida. Salafon yopib qo'yganmiz, namligini ushlash uchun. Mana bu joylarimizda ham bor. Skladimizda ham bor buyagimizlarimiz. Mana shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Videoning davomiyligida imkoniyatimiz yetsa, shu akamiz chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlar ko'kalarimizga. Akamiz chuvalchang boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyi. Go'ng sali baland ekan, hozir yoniga shiferlar qo'yib, tekislab. Go'ngni holati juda yaxshi holatda. Chuvalchanglarimiz tagiga tushibdi. Tagigacha mana shuni bir tekisda chuvalchanglar. Masofasi yaqin, bir tagiga tushib, keyin ustiga chiqadi chuvalchanglar. Holatda. Tagigacha xuddi mana shu holatdagi chuvalchanglar. Mana shu uchta, oltita banan korobka. Joyni tekislab oldik.